Eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Nexia 3 mashinasi bor. 2018-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya mexanika mashina. Konditsionerlarni ishlab ko'rdim. Konditsionerlar ham ishlayapti. Yaqinda sezonga chiqib olamiz. Balonlarning holati yaxshi. 198 ming atrofida yurgan ekan. Salonlari yoqdi menga. Salonlari chiroyli turibdi, mana qaranglar. Chiroyli rullar qo'yishgan ekan, deflektorlar, mana bunaqa karbonlar ham mashinani salonini chiroyli qilib ochib turibdi. Chexollari yaxshi, orqalari ham pokiza, kirib ketmagan, salonlari, patologlari pokiza turibdi. Temir metan gazlari bor. Motor hadovoy korobkalarida ishi yo'q deyaptilar. Hamma yo'qni yaxshilab tekshirib olaverasizlar. Kraskalari bor ekan, bir 30-40% kraska bor ekan, lekin old orqalari butunlay ishyapti. Bir ikkita mana shunaqa joylari bor. Kosmetika qilishgan, xunuk qilib qo'ygan ish. Chiroyli qilib boshqatdan qildirib olsalaring chiroyli bo'ladigan. Umumiy holati mashinani turishi yaxshi, haydab ko'rdim, yurishlari ham yaxshi. Ayniqsa motori cho'tki ishlayapti. Hamma yo'g'ini bir qator yana o'zlaring uchun tekshirib olaverasizlar. Ishonchnoma ham qilib berishadi. Pastga botdan sug'urtani qilib olib ketaverasizlar. $6100 ga berib